Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Hojimurodov va bizlarning navbatdagi videomizda qanday qilib mana shu Android telefonlarda reklamani bloklash. Bu ayniqsa Redmi telefonlariga juda kerak bo'lyapti. Sababi oddiy sozlamalarni to'g'irlash uchun kiradigan oddiy ilovalarga o'tsak ham, ya'ni Redmining o'zini ofitsialniy telefonning ichida o'rnatilgan ilovalarga kirsak ham o'tkazib yuboradigan yoki o'tkazib yuborib bo'lmaydigan 5 soniyali, 10 soniyali videolarni qayta ko'rsataveradi. O'shani hozir yo'q qilishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, sizlar bilan imенно o'sha uchun Redmi telefon olib kelib oldim videoga olish uchun. Xo'p, demak bu yerda sozlamalarga o'tamiz. Birinchi endi esa bu yerdan sizlar DNS so'zni qidiramiz. Mana shaxsiy DNS ni topamiz va bu yerdan shaxsiy DNS ni bosib, ash ekraninglarda katta bo'lib turgan so'zni shundoq yozasizlar. Qayerda nuqta bo'lsa nuqta, qayerda bosh harf, qayerda kichkina harf. O'zi hammasi kichkina harf u. Nuligin aytib qo'yganman. Xuddi shunaqa qilib ustma ko'chirasizlar. Mana shu serverga kiritamiz. Va bizga kiritganimizdan keyin ozgina vaqt internetda uzilish bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bitta перезагрузка qilib olasizlar telefonni va bo'ldi, shu bilan ishlaydi. Va endi reklamalar chiqadigan qaysi joy bor? Masalan, mana shu reklamalar chiqadigan joyga kirib tekshirib ko'ringlar. Men o'zi qisqa vaqtda topishga uncha uspet qilmadim. O'shaning uchun hozir o'zingizlar bitta qarab ko'rasizlar degan umiddaman. Xo'p, kimda o'xshagan bo'lsa mana shu tagiga menda o'xshadi deb yozib ketinglar. Bu zero mana shu video qolgan insonlarga ham foydasi tegishi uchun va bu videoga ishonib shu amaliyotni qo'rqmasdan bajarish uchun bu yaqqol sizlarni yozgan fikringlar dalil bo'lib beradi. Hammanglarga rahmat. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Hojimurodov bo'ldi. Keyingi videolarimizni kuzatib boring. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling albatta. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.